Ko'kosh operatsiya qilingan klinikada katta janjal kelib chiqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ko'kosh bugun yana 4-marotaba jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Hozirda uning sog'ligi qanday va bu yerdagi janjalga nima sabab bo'ldi? Oydinlik kiritamiz. Bitta aholini ko'ringlar, haqiqatdan yo'q. Bo'ldi. O'zlari kirsinlar. Yo'q, birga ko'raman. Oching, yoki menim kiramiz ko'ramiz. Men vaqt chaqirmayman, so'z qo'yaman, oching. Men chaqirmayman, oching. Ochiq, torting. Ochuv eshik. Bosing ruchkani. Eshikni o'ziga torting. Ha, naryoqda ushlab turish. Oching eshikni. Aka. Yo'q, ochiq ekan-ku. Aka, ochiq ekan-ku. Qoch. Odam o'zini o'rnini operatsiyasini ahvolini so'rasa, doktorlari mazam bo'lmayapti deb yotib olib, shunaqa janjal bo'lyapti. Med konsultant o'zini talabini, bemori talabini ham bajarishmayapti. Nimaga o'yin qildingiz? Mana xonaga kirib bekib olgan, rajim attaga spesialni bekib olgan videolarni bermayapti. Rasmga olib qo'rqinma deganman. Olishmadi, shuning uchun marta iltimos qilyapman. Men qo'rqimni bekitishyapti mendan nima qolligini. O'zim ishongan doktorimni olib kirdim. Chetga turg'izib qo'yishganman. Doktorimni yaqinlashtirishmagan, rasmga oldirishmagan. Doktorim bilan doktor urushib ketgan. Faqat pulga buyoqda sotib olyapti hamma narsa. Meni qo'limni rasmi kerak. Mana birinchi operatsiya qilgan vrach. Uchinchida etdim, mana o'zlari ham aytishdi. Nima olmadingiz ba'zi berib turib. Ruxsat berishmadi. Главное, operatsiya qilgan odamga ham ruxsat bermayapti klinika. Men tushunaman, men narkozdan o'tirgan bo'lsam ham tushunaman paskida. Kamerani ko'tarib olib beringlar sizlar. Polni chaqiringlar, olib beringlar kamerani ko'tarib. Biz boshqa doktorga jo'natishimiz kerak. Men o'sha Nimaga o'yin qilyapsiz? Nimaga o'yin qildingiz? Mana xonaga kirib bekib olgan, rajim attaga spesialni bekib olgan videolarni bermayapti. Bu vrach Ko'kosholga keldim, boya ham promofirda etdim. Yolg'on ma'lumotni bunaqa qilib tarqatmaylar. Telegramdan, Instagramdan mana barchini ham shotdi, Zarina ham shotdi, anaqa ham shotdi, mana o'rtog'im ham shotdi. Hamma shotdi. Oshqozon operatsiyasini qildirmagan Ko'kosh. Abdomoplastika qildirgan va liposaksiya qildirgan. Oshqozon operatsiyasi emas. O'shundoq rasmda qo'yiladi. O'sha yo'q, bilib ozgina qanaqasi qorin qismini bilsa bo'ladi-yu, oshqozon qattaligini, qorin qism qattaligini. Yo'q, endi qiymas. Oshqozon deyapti-da. Iltimos sizlardan boshqa anaqa saytdagilar oshqozon deb turib, ataylab, unaqa gap so'zlar yozmanglar. Bu abdomoplastika qilingan, liposaksiya qilingan. Xuddi shunaqa narsa. Sizlarga qarang, bu PR emas. Hech kimning boshiga o'tmasin. Tushmasin ya'ni. Hech kim boshiga tushmasin. Avvalambor, davaychi duo qilaylik, bo'ldi. Shu. Duoda bo'lingan. Hamma faqat PR yomon yo'q, unaqa narsa yo'q. To'g'ri. Duo qilinglar, Ko'kosh qo'ydi postiga, hamma gaplarni o'zi qo'ydi, kirib ko'ringlar, uni ham qo'ying. Ishoninglar, men Jasmindan buni vashib kutmoqdim, boro. Qo'yil. Shunaqa katta savobli ishlarni qilyapti, boshqa qancha odamlarga yordam berib, hech kim bilmagan sirlarni biladi. Ko'kosh opamizni kim operatsiya qilganini topdik o'rtada. Mana shu inson palatada qo'lida sigaret bilan chakib o'tirgan ekanlar. Buni shaxsan o'zini opalari va jiyanlaridan eshitdik. Xullas, bu bolani ko'zidan ham bilinib turibdi, sal menimcha sarxushroq bo'lsa kerak. yoki kim u bilan maskada davolaydi. Davolashimni qilib bersam, menga nima bir sintirib kerak emas. Hammaga assalomu alaykum. Men Ko'kosh oldiga keldim. Ko'kosh hozir meni yonimda. Hozir biz mutaxassislar bilan gaplashamiz. Keyin sizlarga xabarini beramiz. Xullas, hozir bitta narsani bizdan shokka soldi. Ko'kosh orqasidan kelgan bir qiz, namda yotgan ayol, xuddi shunaqa operatsiya qilingan. Bariatriyadan keyingi operatsiyasi
12 soat davom etgan va assistent yordamchi biz sizni operatsiyangizni YouTube'ga qarab qildik. Bunaqa operatsiyani birinchi marta qildik degan. Nima deysizlar? Hozir men vrach bilan gaplashsam, vrach u shogird deydilar. Ularni shogirdlari bor ekan, Doston degan bola, g'isht zavodiga, sement zavodiga hammasiga o'sha bola yurar ekan. Og'ir ahvolda eng katta vrachlar xirurg kirar ekanlar. Baraka topsinlar, xirurg bilan biz gaplashdik, lekin nimaga men bu gapni aytyapman? Undan oldin assistent ordinaturani o'qiyotgan assistent shogird operatsiya qilar ekan. YouTube'ga qarab